Chao do'stlar. Hech kosmonavt bo'lishni orzu qilganmisiz yoki haqiqiy kosmik stansiyaga qadam qo'yishni-chi? Xo'sh, bugun men sizlarni Buyuk Britaniyaning eng qiziqarli ilmiy maskanlaridan biri Lesterdagi Milliy kosmik markaz bilan tanishtiraman. Olyapman. Kechirasiz. Milliy kosmik markaz Buyuk Britaniyaning kosmik va astronomiyaga bag'ishlangan eng yirik diqqatga sazovor joy hisoblanib, u 2001-yilda ochilgandan beri koinot sirlariga qiziquvchilar uchun must-see bo'lgan manzilga aylanib ulgurgan. Kiraverishingizdayoq sizni Sovetlarning eski va mashhur Soyuz raketasi kutib oladi. U haqida ortiqcha gapirib o'tirmayman. Reaksiyam qisqacha mana shunaqa edi. Ey bakalom, uyg'on. Shuningdek, siz raketa minorasini o'tkazib yubormang. Balandligi 42 metrli ulkan inshoot ichkarisida siz afsonaviy kosmik kemalar, jumladan to'liq o'lchamli Blue Streak va Thor Able raketalarini ko'rishingiz va ular ostida tushlik qilishingiz mumkin. Bular asl nusxalar. Buyuk Britaniyadagi eng katta planetariy, Sir Patrick Moore planetariyasida kosmos haqidagi bilimlaringizni oshirib olishingiz mumkin. Barcha ilmiy fantastika muxlislari uchun esa Milliy kosmik markazda ajoyib pop madaniyat ko'rgazmalari bo'lib o'tadi. Siz koinot ishqibozimisiz yoki ilm-fan muxlisi? Yo shunchaki oila bilan vaqt o'tkazmoqchi bo'lsangiz, Milliy kosmik markaz bu aynan siz uchun. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosish va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Chao do'stlar.